Farg'ona soliq texnika o'quvchilari ochiq eshiklar kuni munosabati bilan viloyat soliq boshqarmasiga taklif etildilar. Bo'lajak soliqchilar fotoko'rgazmalar orqali boshqarmaning kechagi va bugungi kuni haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. O'quvchilarga xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Tizimda mahallabay va korxonabay ishlash mexanizmi yo'lga qo'yilganligi bilan tanishtirildi. O'qishni a'lo baholarga tugatsam, men ham shu idoraga hujjatlarimni topshirib ko'raman. Ish jarayonlarini kuzatib, ishtiyoqim yanada ortdi deydi Mohunabonu Hakimova. Hozir bu yerdagi ayollarimizni ko'rib, yana ham xursand bo'lyapman. Qiziqishim yana ham oshdi. Kelajakda prezidentimiz bizga bergan imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda oliy ma'lumotli bo'lib, soliqchi kasbini egallab, men ham xuddi shunday kasb egasi bo'lishga shunga harakat qilaman. Davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotida soliq tushumlarining o'rni beqiyos. Tadbirda soliq organlari, soliq to'lovchilarning biznes hamkori va maslahatchisi ularga servis xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organiga aylanganligi ta'kidlandi. Bizga tushuntirishdi, soliq xodimlari halol, fidoyi va xalqiga to'g'ri xizmat qiluvchi inson bo'lish kerakligini, kelajakda xalqimizga, vatanimga fidoyi xizmat qiluvchi soliqchi bo'lishga harakat qilaman. O'quvchilarga boshqarmadagi bo'limlar faoliyati, tizimda qo'llanilayotgan turli dasturlar, inspektorlarning vazifalari yuzasidan tushuntirishlar berildi. Shuningdek, yoshlar kelajakda yetuk kadr bo'lish uchun qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerakligi bo'yicha zarur maslahatlar oldilar. Ochiq eshiklar kuni doirasida o'quvchilar soliq tizimida korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham tanishtirildi. Mazkur tadbir iqtidorli yigit-qizlarni soliq xizmati organi xodimlari safiga jalb qilishda muhim ahamiyatga ega.